Dersimizin 4. babı Zen Studio haqida. Biz Zen Studio'dan oldingi 2. bab darsimizda qachilab bir qator ko'rib uni programlarni ijro qilib o'tgan mushu bir bab orqali biz Zen Studio bilan butun tanishishqayli. Zen Studio bizga nisbatan hozir hamda oldingi 3 babni o'rganish davomida notanish emas. Oldingi ikkinchi babimizda biz Zen Studio'ni qachilgan Zen Studio haqida to'liq to'xtalganligimiz uchun Zen Studio'ni boshdan oxir so'zlaydi. 4-babimizning 1-paragrafi Zen Studio'ni qachilash. Zen Studio'ni 4-chi olsak bo'ldi. Tushgandagi holatda nima shu men mening sistemam 32 qonun qo'yg'achqa 32 qonunni tushirgan. Buni qachlashning usuli shu hujjatning o'zini qo'yish ikki bilan qachlash kerak bo'ldi. Bu yerdan men qo'shniman degan tilamiz. I agree deganni. Bundan install qachlash deganni bassak qachlashga boshlaydi. Bu yerdan 32 xona. Endi sizlar navada kompyuterlarning mashg'ulot sistemasi 32 xon bo'lsa 32 xonlikni tushirib, bo'lmasa 64 xonlikni tushirib ishlasanglar bo'ladi. Men bu yumshoq detalni topimga yo'llab qo'yman. Shu 4-chi bozlangan dars yuzlangan original armisini topga yo'llab qo'yman. Topdan tushirib olsanglar bo'ladi. 4-chi babimiz bir qadar murakkabroq, lekin intayin muhim bo'lgan dars. Shunga bir qadar inchiklab to'xtalman. Hozirgi Zen Studio'ningki eng yangi nashri, yani Zen Studio 13.00 nashri eng yuqori hisoblanadi. Bizning ishlatganimiz bilan eng yuqori nashri. Endi sizlarningki kompyuterlaringizga qattiq detal chaplamlarga qarab turib, o'zinglar tanlab ishlasanglar bo'ladi. Cho'qim eng yuqori nashrni ishlatinglar deganlik emas. Navada sizningki ishga saqlovchingizningki sig'imi 2 gigabaytdan cho'ng bo'lib qolib qolsa, endi sizningki qattiq diskingizningki yani mashg'ulot sistemasi qachlagandagi diskiningki 20 gigabaytdan yuqoriroq bo'lgan vaqtida bo'shliq, yani bekor bo'shliqi 20 gigabaytdan yuqoriroq bo'lgan vaqtida endi sizningki CPU'ningki baş çaşlotsa yana baş çaşlotsa odatda 2.4 yoki 2.5 GHz'dan yuqori ahvolasida odatda 13 ni ishlasanglar bo'ldi, yani 13 nashrini ishlasanglar bo'ldi. Agarda sizlarningki kompyuterlarning qattiq detal saplamasa, ishki saqlovchi 2 gigabaytdan kichikroq mashg'ulot sistemasi hamda sal XP olib qolib qolsa yoki mashg'ulot sistemasi qachlagan diskiningki bo'shliqi 20 gigabaytdan oz qolgan ahvol ostida imkon bor Zen Studio'ningki 6-7 yoki bo'lmasa eng yaxshisi 9 yoki 10. Eng yaxshisi hozircha menimcha 9 deb qarab turaman. Sizlar 10 ishlasanglar bo'ladi. Bek yuqorini ishlatishni talab qilmayman. Zen Studio qachilinib bo'ldi. Bu Zen Studio'ningki ustlar yuzidagi sim belgisidan iborat. Zen Studio qachilinib hozir qo'zg'alish boshladi. Demak, bizning Zen Studio'ni qachilishimiz muvaffaqiyat bo'ldi. 4-chi babimizning 1-paragrafi yana Zen Studio'ni qachilash darsimiz mushada oxirlashdi. 4-chi babimizningki 2-paragrafi Zen Studio'ni haqsiz qilish. Zen Studio bo'lsa haqliq detal, ya'ni haqsiz emas. Endi biz Zen Studio'ni qachlab ishlatganimiz 20 kundek ahvol bo'lib qoldi. Endi uni haqsiz qilayotmagan ahvolasida 30 kundan keyin yoki ishlating yoki sitvilan deb chiqadi. Ishlatishni 30 kun to'shqandan keyin ishlatilmaymiz. Hozir cho'qim uni haqsiz qilishimiz kerak bo'lmasa shu 30 kun to'shqanda sitvilan deb chiqadi.
unda qaflasida yak istib olsak bo'ldi, yak uni jivitib qayta qashlash to'g'ri ko'rdi. Shunga men sizlarni uni jivitib qayta qashlab o'ltirishinglarni bir qadar avarchilik bunda qilish. Shu qashlarni hal qilish uchun Zenstuni haqsiz qilishni maxsus bir tim qilib yo'lladim. Zenstuni haqsiz qilishda biz 20 kun yoqqa bu detalni ishlatgan bo'lgach, balkim bu detal atlab o'tib ketish mumkin. Tunç qashlaganda bu workspace ya'ni boshliqni xizmat boshlig'ini tanlab chiqadi. Biz bu yerdan o'zimizningki Apache ya'ni biz ishlatgan APM serverningki 3W mundaris aslidagi har doim shunday bo'ladi. H-Docs'ga xizmat o'rnini shu deb to'ldirib beramiz. Sizningki IPM server yana yumshoq detalingizning asli mundaris aslidagi 3W mundaris aslidagi H-Docs har doim shunday bo'ldi. Har doim. Biz mushni ishlatamiz. Bu kelganki oldi bilan chiqadigan mundarisga biz ikkinchi babimizda so'zlagan vaqtdagi chiqadigan mundarislar o'xshash, ammo biz 20 kun ishlatgan bo'lsa u yerlar allabir atab o'tib ketgan bo'ldi buni masalan. Hozir 21 kun ishlatalayotganman. Yoki ochqichni setib oling, yoki bo'lmasa ishlatib turay deganda biz bilan ishlating deganda. Biz hozircha men 9 kun ishlatibman, 21 kunim qolibdi-ku. Biz oldingi qitimlardan shunaqa ko'p o'tib ketgan. Ammo hozirlar sakab o'tib ketay. Chimishqa deganda ammo bevosita biz 20 kun ishlatgandan keyingi ishlatman degan keyingi yuzlar chiqmaydi. Ma 100 keyin qator chiqmaydi. Endi men sizlarga shu 100 keyin qator chiqmaganligini qilamiz, shuni men ko'rsatib o'tay. O 100 ni keyin chiqarib olsak bo'ladi. Hozirgi birinchi bosqichimizda haqsiz qilishda yana ta'minlab beraman. Buniki haqsiz qilish qistirma hujjatda. Ya'ni dal shu. Bu hujjat Zenstudio 13.0'niki buzish qistirmasi. Buni men sizlarga yo'llab beraman. Google topda bor, shuni osonlar bo'lsin. Complicated Zen Briefer 13.0 degan mush nashrni bir qator ko'paytiraman. Bir qator ko'paytirib bir qator ko'paytib ilib olamiz. Ko'paytib ilib olgandan keyin biz o'zimizningki bu allabir ishlab bo'ldi. Ishlab bo'lsa mayli ish qilsa yo'q. Ishlab bo'lmay turg'ashsin. Zenstudioningki qachligan. Buningki qasliq kirib qasliqdan oniki biz qachligan mundarisini topamiz. Dal shu mundarisning plugins, ya'ni qistirma detallar degan ma'no. Shuni ichib pluginsning ichiga bostirib bir qator ko'paytirib beramiz. Ko'paytirish ham almashtirish degan ma'noda. Ya'ni shunday hujjat aslida bor, ammo biz shu hujjatni almashtirdik. Bundan ko'paytirish ham almashtirish degan tanlab bir qator bostirib ko'paytiramiz. Endi bostirib ko'paytirib bo'lgandan keyin biz ochqichni, ya'ni bu ochqichmi dal shu sizlarga hujjatning ichida bor. Bir qator men ko'paytirib ilib olay. Hamda biz oldingi soatda Zenstudioningki buzish qistirmasini qashlab bo'lsak, odatda yangi qashlagan vaqtimizda musholat chiqadi. Biz mishaga ochqichni kirgizmasak ham bo'ladi. Masalan, men hozir ochqichni ko'paytirib olgandan keyin bu yerga bossam, men to'g'ri belgisi chiqadi. Undan keyin men continue'ni bossam, buni buzishim muvaffaqiyat bo'lgan bo'ladi. Endi biz buni 20 kun ishlatgan davomida bu yerdan oldin atlab o'tib ketib bo'lgan. Masalan, bu continue'ni bilsab biz bu ishlatman deganni bilsab, buningdan continue qilib biz atlab o'tib ketib bo'lgan. Shunga biz ochgan vaqtimizda
Hatta yan bir qıtmasak o yüz ko'rinmaydi. O yüz ko'rinmaydi. Hamda biz institutda bu yüz ko'rimiz qanday chiqaramiz degan masalada biz Zen Studio 13 bo'lsa, Zen Studio 12 13 degan narsa bo'lsa, xatdan Zen Studio lisensi ama açıqışның rəsmi tuğan şu. Şunun çekip biz bir yerге bayağı açıqışını hem de köpəytib bəsəm buldu. Açıqışını köpəytib birib register. Ya mesela buldu bu qayt mən şu yüz çıxırman desem an registerini bisiblam. Bunu mən qayt qo'shib dal biz bayağı yüz yani şu Zen Studio'nunki biz tizim qaldırış gözlükünü açayla qo'zg'aldi. Qo'zg'algandan keyin hamda qalaydigan bo'lsak tizim qaldırış gözlüğü chiqdi. Endi men ochiqishni chaplab beraman, ochiqishni chaplab beraman. Endi birinchi turda yana ochiqish tutoldik degan ma'noda. Ochiqish chaplab beraman. Continue'ni davomlashtirish deganni biz o'tib, an ishlatgandan keyin bizga 30 kun ishlatgandan keyin setvilan degan uqtirish chiqmaydi. Biz taki shu o'zimiz Zen Studioni bir qatta kompyuterdan yetmekçe bu küçük iyi olup duruyordu. Biz aldığın saat degen yıllık olaq şu bunu biz apırıp Zen Studio'nun qaçılağan mundarisdeki plugins'ның içige bastırıp köpəytip bir qata qaçılıp ettik. Ondan keyin qaçılıp etgandan keyin dalmış şu mashina numerini apırıp yine açıqcha yo'llab beramiz. Açıqcha yo'llab bergandan keyin to'g'ri belgisi chiqadi. Bu to'g'ri belgisining chiqishi yani mush hujjat bilan munosabatlik. Bizning com zenda verifier 13.00 degan mush hujjatlar munosabatlik. Agar bu mush hujjatni biz bostirib qo'shilmaganda açıqchani bir aproplam chaplab qo'ysak to'g'ri belgisi chiqmaydi. Bizningki uni buzish niyatimizga yetamaymiz. Şunlaşık bu iki qadam, yani iki ders özara bir-birisiga munosabatlik shu hal chiqasanlar bo'ldi. Agar sizlarning ishlatganinglar Zen Studio 10 olmay, Zen Studio'niki 9 yoki 10 nashr bo'lib qolsa, xalqdan unregistered deb chiqadi, mishani o'zinglar topib olsanglar bo'ldi. Men hozir atab ketgan xulasida, ya'ni Zen Studio license deganni bisib qaytadan bir qator shu tizim qoldirish ko'zligiga erishishga bo'ldi. Bizning 2 soat ders orqali bizningki ikkinchi paragraf dersimiz, ya'ni Zen Studio'ni haqsiz qilish dersimiz mushundan rasmiy holda oxirlashdi. Dersimizning 3-chi paragrafi Zen Studio'da mavhum mulozimata qurish. Endi biz oldi bilan turajni birini quraylik. PHP local PHP project chiqqanmi shu yangi tur qurish ko'znak ramkasiga qaraylik, dialog ramkasiga. Bundan birinchi tur bo'lsa hujjat ismida turning ismiga tur nomi deb yozib qo'yay. Location o'rin saqlaydigan o'rin har doimo bizningki alda qaysi rayonga saqlagan bo'lsak shu rayonningki belgisi chiqsa bo'ladi. Keyin 3 tablo mundasasidagi h9 saqlaymiz har doimo. Yani 3. PHP server. Bunu bir yerde default PHP web server depti. Yani bu sistem özlemligen PHP mülazimlerini işletmen diye aslında. Yani biz bu sistem öz kurup bergenini bazı vaqt işletken vaqtimizda belki bazı hatalıklar çıkışı mümkün. Ben hem de özlem mülazimlerini birini kurup beray. Bunun için HD server. Yani mülazimlerini kuruş diye tür görüyorum. Görgəndəkin bunun en 5-ci tur generic PHP server. Yani umumiy ishlatiladigan PHP münasibətlər degan turni tanlab next keyin qadamni bosdim. Bu yerga ismini qo'yib bosam bo'ladi. Va xohlagan ism yana mana mülazimətlər deb qo'ysam bo'ldi. Bu yerga ismdan ekan ingliz yozinglar.
boshqa hanzucha yoki boshqa deb qo'ysanglar keyin to'lmaslik mumkin. Ikkinchi tur bo'lsa uniki adres deydi. Local host bo'lsin mayli yoki IP adres yazsaqmi bo'laveradi. 127.0.0.1 degandek IP adres yazsaqmi bo'ladi. Bu yerga hujjatniki bunday deb biz har doimo hujjat bunday kelganda o'zimiz qachilagan IPM serverni qachilagan mundarjning ostidagi 3W mundarjning ostidagi htdocs har doimo shu mundarja ko'rsatib beramiz. Chunki nima qilganda biz PHP'lik hujjatimizda har doimo shu htdocsni ichiga saqlaydik. Bo'ldi. Bundan keyin nextni bossanlar bo'ladi. Next bosgandan keyin yoki finishni bossanlar bevosita holda qurib qo'ygan bo'lasizlar. Nima qilib siz quraolmaysiz deganda meniki bu yerda bir tal lozimcha quruqlik bor. Yana bir qism qayta qurishning hojati yo'q. Lozimcha qurishning jarayoni mana shunday bo'ldi. Undan content yani mazmun qismida biz odatda PHP'lik tor bekatdan tuzgashga basic tanlaymiz. Avval navbada biz ZenFramework ramka qismini ishlatganda ZenFramework tanlaymiz. Version nashrga hozircha 7.0 nashrga tiqib o'tmadik. 5.6 ni ishlab tursak eng muvofiq deb 5.6 ni ishlab turdik hozircha. Next degandan keyin ko'zga chiqdi. Bunda finish deb oxirlashtirib biraqlam. Biz yana bir tur qurgan vaqtida unda odatga xulosda index.php deydigan shu bosh hujjatdan birisi bo'ladi. Ya'ni PHP'lik hujjatdan birisi bo'ladi. Qurilgan vaqtida mana shunda qurilgan. Hamda mana PHP include path bilan PHP language library mana ikki hujjat. Bu ikki hujjat biz tur qurgan vaqtida har qanday bir turda odat 3 hujjat bo'ldi ekan. Unda qolsa ikkinchi hujjat bo'lsa PHP'lik hujjatlarniki saqlangan mundarrisning uchurini saqlab turadigan hujjat. O'sha PHP include path deganmiz. Ya'ni PHP'lik hujjatlarniki saqlangan o'rnini saqlab turadigan hujjat. Ikkinchisi bo'lsa PHP'lik hujjatlarni yani tuzgandagi uniki til uchuri muhitning belgilanish usullarini saqlab turadigan hujjat. O'sha ikki hujjat aloqasida shunchalik tushunsanlar bo'ladi. Bu ikki hujjatga biz tangshash ilib bormaymiz. Shu tangshash ilib borgan biz odatda hujjatga tangshash ilib borsak, shu ilib borgan tanshashlarimizni ikki hujjat saqlab turdi. Ya'ni biz bir tur qurgandagi bu turning ichiga shunday 3 hujjatning qo'yilganligini tushunsak bo'ldi. Bu soatlik yana ZenStudio'da tur va yangi PHP hujjat ma'lum lazımda qurish darsimiz oxirlashdi. Darsimizninki 4-chi paragrafi. ZenStudio'da tur hujjati va yangidan PHP hujjati qurish. Biz yana bir qayta tur hujjati quramiz desak, vaqtlasida fayl yani hujjat degan turdan, new yangidan qurish degan turdan local PHP project yerlik PHP turi hujjati qurma degan turni tanlab bu ko'zakimiz oldin soat tutilishib o'tgan usul orqali qurib chiqsak bo'ladi. Qurib chiqqandan keyingi hujjat ismi mana shunday bo'ladi. Buning ichiga index.php degan bir hujjat qurilgan. Endi shunday birlam hujjat bilan bilsak unda bo'lmaydi. Bu shu turning ichiga yana hujjat qurmasak, turni tanlab turib. Masalan, 10 konfiguratsiya ichiga uningdan yangidan PHP fayl, yani PHP hujjat degan turni tanlab bu yerga ism qo'yamiz. Bu yerda turning ismi chiqib turdi. Bu yerga ism qo'yamiz. Bu hujjatning kiritilgan nomi har doimo PHP bo'ldi. Men bu yerga o'zimning nomimda bir tal hujjatning birini qurib qo'yay. Bu biroqlam finish degan basaqdan bir tal nm degan bir tur hujjatning ichiga Farhod PHP deb bir PHP'lik hujjatdan birisi qurildi. Bizningki 4-chi paragrafimiz, ya'ni ZenStudio'da yangidan tur va yangidan PHP hujjat qurish darsimiz shundan bilan oxirlashdi. Darsimizning 5-chi paragraf va
Zen Studio'nunki bet yüzününki xat nusxasini va xatning cho'nlig'ini tengshash. Bu intayin muhim. Chunki nimishqa deganda men masalan bu yerga eco ishiga men uyg'urcha holatda azan ismini yozatay. Bu ingliz holatda bo'lishi kerakda. Bo'ldi, oxirlashdi. Hamda bu yerda hozirgi shu ism qo'yadigan bo'lsak, bu ism xatda o'xshar chiqdi. Buni sabab turib tuzishni usulman deb beraman. Tuzishni usulman deb beraman. Hamda ism qo'yadigan bo'lsak, bu chiroyli chiqdi. Balkim sizlarnikida chiroyli chiqmasligi mumkin. Chunki men oldingi qitimlar to'g'rilab qo'ygan batninki xatninki nusxalarini bundan belgilash uchun biz window ko'zakdan xos shu turga kirib general bundan bizningki talaydiganimiz color and fonts yani general'dan appearance'dan color and fonts bu tür yani rang va xat degan ma'noda bu turdan biz shu aslidagi text fonda shuni bir talab etgandan keyin edit yani tahrirlash deganni bilsab tahrirlash ilib boramiz. Bundan xatnikka men qalasanglar al-katib tortum. Agar bu al-katib tortum bo'lmay bu xanzucha holat bo'lib qolgan bo'lsa batning sistema o'ka qildi. Endi qaydagan bo'lsak, xat xil usulda uni Farhad Tursun degan bir xil ko'zga chiliq qilgan yoki bir xil satraq holatda chiqdi. Endi men batninki shu ko'zakning xosligidan men shuni hozir o'ngishmoqchi. Ya'ni shu Farhad Tursun deb bizning yozgan uyg'urcha xatlarimizni sal ko'rkam qilib chiqarmoqchi. Shunday qilish uchun ko'zakning xosligidan general degan umumiy ishlatilishi degan ma'noda appearance yani xosligidan color and fonts yani rang va xat bu turdan men insonlar odatda basic degan holatda bo'ldi. Basic tanlaymiz yani asos degan ma'noda. Basicdan yani text font buni chekib turib edit tayyorlashni bilsab bundan biz o'zimiz xohlagan yoqtiradigan al-katib bosim tomni yoqtirman al-katib bosim tomni tanlab bu yerdan xatning hatto cho'ng kichikligini tanlasak bo'ldi. Men 14 qilib qo'yay. Shuningdan muqimlashni bosdik. Undan ishlatishni bosdik. Endi qaytib keladigan bo'lsak Farhad Tursun. Ammo xatning bu razmeri bir qadar cho'ngaydi. Boyaqiga qilganda ko'rkam chiroyli bo'ldi. Demak biz bat yuzidagi kodlarninki cho'ng kichikligini xatning nusxasini o'zgartdik. Bizningki 5-paragraf darsimiz Zen Studio'ningki bat yuzininki xat nusxasini va xatning cho'nlig'ini tashlash darsimiz shu yerda oxirlashdi. Bizningki 6-paragraf darsimiz Zen Studio'ningki ijro qilgan chog'dagi to'r ko'rgishini tanlash. Biz balkim biz hech qanday o'zgartirish kirgizmay turib buni biz qilayotgandan keyin ijro qilishdan to'r ya'ni PHP'ningki to'r yumshoq program holatda ijro qilmaydigan holatni bilgandan keyin balkim bu hozirgi ijro qilinishi men tanishmagan bo'lsam normal ahvolda tanishlash ilib borasida bu odatda shu ikki qismda bo'ldi. Endi biz uningki to'r ko'rgishni yana biz ijro
icra qilgan programniki natijasini ko'rgan to'r ko'rg'ichni qandoq tanishamiz deganda bundan yana ham ko'rganimiz ko'zakning xosliqidan generaldan web browser generaldan umumiy ishlatilishi degandan web browser to'r ko'rg'ich degan tanlaymiz. Bundan sizlarningki o'zgartish kirgizmagan ahvolasida har doim bo'ladigan bo'lsa use internal web browser ya'ni shu Zen Studio ta'minlagan ichki qismidagi ya'ni Zen Studio'niki ichki qismidagi to'r ko'rg'ichda degan ma'no chiqadi. Yani ichki qismlik to'r ko'rg'ich. Sizlarniki chiqsa yana qanday chiqadi deganda hech qanday o'zgartish yuz bermagan ahvolasida men yana bir ijro qilsam buni Zen Studio o'z ta'minlagan mana shundoq ichki to'r ko'rg'ichda chiqadi. Hamda men buni sirtqi to'r ko'rg'ichda ko'rdim yoki Firefox olsun yoki masalan QQ'ninki to'r ko'rg'ichi bo'lsin shundoq bir boshqa to'r ko'rg'ichda ko'rdim desak bu chog'da bu tanishish uchun yani ko'zakning xosliqidan umumiy ishlatishdan to'r ko'rg'ichdan ikkinchi to'r yana use internal web browser sirtdan kelgan yani sirtqi to'r ko'rg'ichni ishlatman degan turni tanlab bundan Firefox olsa Firefoxni başqa internet explorer sanlar internet explorerni başqa to'r ko'rg'ichda bo'lsa shak chiqib turdi o'zinglar xalaqini belgilasanlar bo'ldi. Men Firefox ko'rmanda Firefoxni belgilab muqimlashtirish ko'rsatib bosgandan keyin yana bir ijro qilay. Bastım. Bosgandan keyingi uchur mana. Bu xatolik uchur chiqibdi. Xatolik uchur chiqishi to'g'ri. Xatolik uchurning chiqqani o'zi to'g'ri. Chunki biz batninki ya'ni nima degani batninki kod yozishniki burtirab qilish usulini biz yozmadik. Yana meta charsat deganimiz bo'ldi. Yana UTF-8 deyotgandan keyin 8 deb buni men aytayotgandan keyin men saqlayotgandan keyin odatda bu bir qator saqlab hamda biz buni darslarimizningki oldi ikkinchi bab qismlarida so'zlab o'tgan hamda ijro qilgan xohlasa hamda yangidan ijro qilgan vaqtida parat tursin deb chiqdi. Ammo bu bat yuzida ko'rinishi ham bir qadar satroq chiqibdi. Biz buningda bat yuzning satroq chiqishda faqat CSS orqali ham o'shirtimiz vaqtdan kelganda bizga shu ma ishida sistemaning ichidagi xatniki yezilishiniki nusxasi va razmini tashlab chiqdik. Bu to'g'ri yurgizilgan bir program bo'ldi. Biz shu soatlik darsimizda Zen Studio'niki ijro qilgan chog'dagi to'r ko'rg'ichni olib chiqdik. Ya'ni Windows'ningki ko'zakning xosliqidan kirib bundan web browser to'r ko'rg'ich tanlab bundan biz to'r ko'rg'ichimizni ya'ni biz program yozgan vaqtimizda ijro bo'lgan to'r ko'rg'ichni tanlab bekitdik. Bu soat darsimiz shu yerda oxirlashdi. Darsimizning 7-paragrafi Zen Studio'niki xizmat qilish mundarisini o'zgartish. Ya'ni bu nima desa biz chiqqanda har doim o'zgartish ya'ni workspace ya'ni xizmat bo'shliqni o'zgartishdan boshqa degan turni tanlasak shunday ko'zak chiqadi. Bu ko'zak dastlab ishlagan vaqt Zen Studio'ni biz ochgan vaqtida chiqqan ko'zakmiz shu. Ya'ni select a workspace ya'ni shu Zen Studio xizmat qiladigan bo'shliqni ya'ni mundarisini tanlang degan ma'noda. Biz xohlagan mundarisni tanlab qo'ysak bo'lmaydi. Nima deganda Zen Studio'ni biz qo'zg'atib yangidan bir tur qurib hujjatlarni qurgan vaqtda Zen Studio bizga saqlash buyruqni bersak bevosita olib kirib ko'rsatgan mushu mundaris asl saqlaydiganlik
saqlaydigan bo'lganligi uchun biz bu mundarisni har doim bizningki IPM server yumshoq detalimizda qachilgan diskini tanlab shu yumshoq detal shu yumshoq detalning mundarisi astidagi 3 tablo cheket Acidox har doim shu rayonni tanlaymiz. Agarda sizlarniki shu rayon talaliq bo'lmasa boshqa yerga mulozimlarni boshqa rayon qo'yib qo'yib PHP'lik widgetlarni yana bir boshqa rayonga saqlab ijro qilganda xatolik uchur chiqadi. Shu xatolik uchurini hal qilishning usuli Zen Studio'niki xizmat boshliqini o'zgartish. Buningda sizlarning shunda boz yaxshi bo'lmasa biz o'zimiz Zen IPM serverini qashlagan mundarajni tepib shu mundarajdan 3 tablo ostidagi Acidox'ni tanlab muqimlashtirib beramiz. Muqimlashtirib OK emasgandan keyin xizmat boshliqini tanlashimiz muvaffaqiyat bo'lgan bo'ladi. Bizningki 7-paragraf Zen Studio'niki xizmat qilish mundarajni o'zgartirish xizmatimiz shundan oxirlashdi. Bu sakit darsimiz mush yerda tugadi. Bizning 8-paragraf darsimiz Zen Studio'dagi turni yanglash va widgetlarga qayta ism qo'yish. Hamda turni yanglash deganda biz bu turni bizningki IPM server yumshoq detalimiz qachilgan mundaraj ostidagi 3 tablo mundarasining ostidagi htdocs degan widget qisqartishni saqladik. Endi shu qisqartishga biz ma'lum bir widgetni saqlab qurib bersak, u chaqda u balki to'lmasligi mumkin. Shu chaqda shu tur nomini chekib turib, ma'lum 10 qilib chekib, undan refresh biz qilib, shu tur widgetni bir qitim yanglashga bo'ladi. Endi ikkinchisi widgetga, ya'ni shu tur nomi degandek turningki ishidagi widgetlarga qayta ism qo'yish. Hozir masalan bir index.php deb widget bor ekan, men buni o'zgartirib olsam, ma'lum 10 qilib chekib, bundan chiqqan chizmakdan rename widgetni rename bassak bo'ladi. Hamda buningga ismga men o'zimning ismimni qo'yib buni biz shaqlaqlam o'zgartimiz OK deblam biz aytgandan keyin widgetning ismi almashadi. Turning ismi shundoq. Yana widgetdan rename deb ism bu turning nomini tur deblam qo'yay. O'zgartish bo'ldi. Bu bir qator o'zgartgandan keyin yana qayta saqlay asaq bu widgetlar shu holatda ichildi. Endi turningki va widgetning ismini qayta o'zgartirish. Turni yanglash ilib berish shundan oxirlashdi. Demak bizningki 8-paragraf darsimiz turni yanglash, turniki va PHP widgetlarga qayta ism qo'yish darsimiz shundan oxirlashdi.